Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz Daiso'dan olgan top kosmetikalar haqida bo'lishmoqchiman. Birinchi navbatda bu yoqda ko'z uchun pechlar, ertalabdan ishlatish uchun ko'z qorayishlarini tagini oldini oladi. Vanna uchun tuz, shunaqangi shaftoli rangda. Asalni hidi keladi deb yozib qo'ygan. Men Daiso'dan shunaqangi zo'r narsalar topdim. Vichy Cosmetics'dan PDRN toner va serumi essensiyasi. Bu PDRN bu salmonni denkasi. Yuzni juda ham yaxshi parvarish qiladi. Glow effektini beradi, ya'ni yaltirash effektini. Undan keyin esa 10 ta maska bu yoqda. Yuz tinchlantiruvchi maskalar. Bu juda ham arzon, 5000 o'ngada bu 10 ta maska. Deyarli Olivion'da 5000 ga deyarli 2 ta maska olsangiz bo'ladi. Va eng qiziqarlisi bu yoqda stickda krem. O'zim ham hayronman. Menimcha bu samolyotda uchganda yoki qayergadir poyezdkaga, sayohatga ketganda rosa ham yordam beradi deb o'ylayman, chunki kremni bunday qilib qo'lingiz bilan olmasdan stick bilan shunday surtiladi. Bu yoqda eng mashhur ko'zni tagiga roller bor-ku. Bu yoqda rasmini qoldiraman. O'shani Daiso varianti. O'tuvlar juda ham yaxshi edi. Bu ham ko'zning tagidagi qoralarni va mimiski mashinkalarni, kichkina mashinkalarni oladi. Yo'qotishlarni o'tadi. Va eng qiziq produkt bu yoqda lip tattoo. Prям chizganimizdan keyin o'chmaydi.